global iqlim o'zgarishlari oqibatlarini yumshatish, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o'tishni jadallashtirishga qaratilgan sa'y-harakatlar doirasida dunyo bo'ylab shamol fermalari soni ham ortib bormoqda. Yashil energetikaning izchil rivojlanishi, yashash sifatining yaxshilanishi, energiya resurslari barqarorligini ta'minlash barobarida xizmat muddatini o'tab bo'lgan qurilmalarni qayta ishlashni ham talab qiladiki, bu borada muhandislar qator yechimlarni ishlab chiqqan. Lekin shamol turbinalari parraklari utilizatsiyasi eng murakkablaridan biri ekanligi mutaxassislar tomonidan tan olinadi. Sababi shundaki, turfa ob-havo sharoitlariga bardosh berishi, o'nlab yillar davomida xizmat qilishi uchun ular nihoyatda chidamli materiallardan tayyorlangan. Washington universiteti tadqiqotchilari esa bunday parraklardan hech qanday kimyoviy moddalarni qo'llamagan holda mustahkam plastmassa yaratish usulini taklif etmoqda. Bunda bo'laklangan uskunani naylon plastik bilan birlashtirib yangi kompozit material hosil qilish mumkin. Olimlarning tushuntirishicha, sink atsitatning kuchsiz eritmasi, ya'ni organik tuz solingan iliq suvga turbinalarning maydalangan pichoqlari 2 soatga solib qo'yiladi. Bu jarayonda shisha tolalar va daraxtlarning shirasidan iborat naylon plastmassa vujudga keladi. Oddiy plastmassalardan 3 barobar mustahkam, 8 marta qattiqroq bo'lgan ushbu xomashyo yuqori sifatli kompozit materiallarni ishlab chiqarish imkonini berishi aytilmoqda. Yangi texnologiya tufayli endi xizmat muddatini o'tab bo'lgan parraklar qayta ishlash zavodlari uchun qimmatli manbaga aylanishi mumkin. Qolaversa, bu yaqin kelajakda tarkibiga tezroq parchalanishga yordam beradigan biopolimer moddalar qo'shiladigan parraklarni yasash imkoniyatini ham yaratadi.